Aziz, Xo'p, dada. dars qiladigan vaqting qayerga ketyapsan? Hozir dars qilish xohlamayapman. Ozgincha o'ynab kelay. Dars qilmasang bo'lmaydi o'g'lim. Dars qilgim kelmayapti. Ko'chaga chiqgim kelyapti. Mayli, boraver. Rostdanmi, dada? Chiqaveraymi? Boraver. Rahmat, dada. Rahmat, dadajon. Assalomu alaykum, dada. Oppa. Alaykum assalom. Bitta nima qildi ekan, dada? Bugun ovqat qilmadik. Nega? Oying qilmadi ovqat. Nega? Shunchaki his kelmadi. O'zi uyda ham bozorlik qolmabdi deb ovqat qilishga o'g'lim. Nega hech narsa yo'q? Bozorlik qilib kelaman dedingiz-ku. Ne bozorlik qilib kelmadingiz? Charchadim o'g'lim. Qilgim kelmadi. Dada, pulingiz yo'qmi? Pulim bor. Shunchaki bozorlik qilgim kelmadi. Qani o'tirchi. Eshit. Bu dunyo shunaqa o'g'lim. Hammaning o'zining maqsadi, vazifasi bor. Hamma o'zining vazifasini qilsa, hammasi to'g'ri bo'ladi. Sen o'zing qilishing kerak bo'lgan ishlarni qilmasang, men o'zim qilmasam, oying qilmasa, odamlar qilmasa, dunyo ustun bo'lib ketadi. Masalan, meni ishga borgim kelmasa, pul ishlab uyga bu narsa olib kelgim kelmasa, oyingni ovqat qilgisi kelmasa, hammamiz och qolamiz. Ko'ryapsan? Meni vazifam halol pul topib, uyga bu narsa ko'tarib olib kelish. Sizlarga qarash. Oyingni vazifasi bo'lsa, meni topib kelganlarimni tejab, tergab ishlatish. Ovqat qilish, sizlarga e'tiborli bo'lish, uyni toza tutish. Seni vazifang bo'lsa, o'qish. O'qisang vazifangni qilgan bo'lasan. O'sasan, hunar o'rganasan, odamlarga kerakli bo'lasan. Vaqti kelib oying bilan meni boqasan. Uylanasan, bola chaqali bo'lasan, bolalaringni boqasan. Bu dunyo bo'lgandan beri shunaqa qilib davom etib kelyapti. Endi bitta senga kelganda dars qilgim kelmayapti deysanmi? Tushuntira oldimmi o'g'lim? Xo'sh, endi nima qilamiz bu yoqqa? Dars qilamiz, dada. Bu boshqa gap. Unda men ham bozor qilgim kelib qoldi. Bir bozor qilib kelay, oying ovqat qilsin. Ungacha biroz damingni ol.